Cobalt avtomobil mana bunaqa prostoy tablosidan zerikkan aka-ukalarimiz bo'lishsa, xohlasanglar Cobalt avtomobiliga bunaqa Malibu tablolarni sunib qilib beramiz. Xohlasanglar Tracker tabloni narigisiga sunib qo'yamiz. Uni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Bu aslida Equinox tablosi gitaradan emas, ruldan, Malibu ruldan boshqariladi. Bu Malibu tablolarni gitaradan boshqariladigani ham bor, yana Premier'niki ham bor. Hamma funksiyalari ishlaydi, hamma mashinalarda informatsiyalarni tablodan ko'rsanglar bo'ladi. Qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bu tablo o'rnatilganda torpedkani tepa qismi koja qilib o'rnatiladi. Xuddi bu yog'iga o'xshab kojani qilib olamiz. Endi Tracker tablosi qanday turishini ham ko'rsatamiz. Xo'p, bu avtomobilimizga Tracker 1 tablosi o'rnatilyapti. Tracker 1 полный shu Premier'ning tablosi o'rnatilyapti. Bunda ham sun'iy temperaturalarini ko'rsatadi. Gitara orqali boshqariladi. Tabloyimizda mana kerakli funksiyalar hammasini ko'rsatadi. Hozir programma qilib o'rnatish jarayonida bitganidan keyin bitta obzor qilamiz bunisini ham, unisini ham. Fikrlaringizni oxirida qoldiringlar, qaysi tablo Cobalt uchun yaxshiroq? Torpedkani tepa qismini koja qilmasdan Tracker tablosini qo'ygan yaxshimi? Yoki bo'lmasam torpedkalarning tepa qismini полный kojinni qilib narigisiga o'xshab Malibu'ni Premier'niki yoki xohlagan bir variantdagi tablosini o'rnatgan yaxshimi? Yoki Cobalt o'zining zavodskiy tablosi yaxshimi? Fikrlaringizni oxirida qoldiringlar. Biz uchun muhim.